Do'stlar, 1 avgust 2026 sanasiga befarq qarash mumkin emas. Chunki bu sana pensiya oladigan ota-onamizga ham, bozorga chiqib narxlarni solishtiradigan oilalarga ham, bank kartasidan foydalanadigan har bir odamga ham bevosita ta'sir qilishi mumkin. Men bugun sizga eng muhim masalalarni oddiy tilda tushuntirib beraman. Pensiyalar bo'yicha nimalarga tayyor turish kerak? Narxlar nega o'zgarishi mumkin? Bank kartalari va to'lovlarda qanday ehtiyot choralarini ko'rish zarur? Iltimos, hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar vaqtida eshitilsa, odam pulini, hujjatini va asabini saqlab qoladi. Asosiy masala shuki, ko'pchilik oxirgi daqiqagacha kutadi. Pensiya qayta hisoblanadimi, karta ishlaydimi, naqd pul yechish qimmatlashadimi, kommunal to'lovlar yoki oziq-ovqat narxi oshadimi degan savollarni faqat muammo yuzaga kelgandan keyin so'raydi. Men esa sizga oldindan tayyorlanishni taklif qilaman. Chunki moliyaviy o'zgarishlarda eng ko'p zarar ko'radiganlar ma'lumotni kech bilganlar bo'ladi. Oldin ko'pchilikning hayoti oddiy sxema bilan yurardi. Pensiya kartaga tushadi, odam bankomatdan yechib oladi yoki do'konda karta bilan to'laydi. Oy oxirida kommunal to'lovlarni qiladi. Bozor narxiga qarab xarid qiladi. Agar pensiya miqdori oshsa, odamlar buni odatda oylik oshdi deb qabul qilardi. Lekin aslida pensiya yoki nafaqa oshishi har doim ham real daromad oshdi degani emas. Chunki narxlar ham parallel ravishda o'zgarishi mumkin. Masalan, pensiya 10% ga oshsa, lekin dori-darmon, un, yog', go'sht, transport va xizmatlar 12-15% ga qimmatlashsa, odamning qo'lida real hisobda avvalgidan ko'proq pul qolmaydi. Endi esa 1 avgust 2026 atrofida e'tibor berish kerak bo'lgan 3 ta katta yo'nalish bor. Birinchisi pensiyalar va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha indeksatsiya, qayta hisob-kitob yoki to'lov tartibidagi o'zgarishlar. Ikkinchisi narxlar. Ayniqsa kundalik iste'mol tovarlari, kommunal xizmatlar, transport, dorixona mahsulotlari va xizmatlar narxi. Uchinchisi bank kartalari, to'lov xavfsizligi, limitlar, komissiyalar, muddati tugayotgan kartalar, plastik kartadan raqamli to'lovlarga o'tish va firibgarlik xavfi. Men bu yerda vahima tarqatmoqchi emasman. Aksincha, maqsadim shuki, siz bir necha hafta yoki oy oldindan o'z hujjatingizni, bank kartangizni, oilaviy budjetingizni tekshirib qo'ying. Chunki bitta noto'g'ri karta, bitta eskirgan telefon raqami, bitta yo'qolgan hujjat pensiya yoki to'lovni kechiktirib qo'yishi mumkin. Eng avvalo, pensiya oluvchilar quyidagi narsalarni alohida tekshirishi kerak. Pensiya qaysi karta yoki hisob raqamiga tushyapti? O'sha karta muddati qachon tugaydi? Telefon raqami bankka to'g'ri bog'langanmi? Pensiya jamg'armasi yoki tegishli tashkilotdagi ma'lumotlar pasport yoki ID karta ma'lumotlari bilan mosmi? Agar odam familiyasini o'zgartirgan bo'lsa, yashash manzili yangilangan bo'lsa, karta boshqa bankka o'tkazilgan bo'lsa, bularning hammasi oldindan aniqlanishi kerak. Oddiy misol keltiraman. Faraz qilaylik, Almatakis yoshli onaxon har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. Uning kartasi 2026 yil iyul oyida tugaydi, lekin u buni sezmagan. 1 avgustga kelib pensiya tushadi, lekin karta orqali to'lov qilinmaydi yoki bankomat pul bermaydi. Onaxon bankka boradi, navbatda turadi, yangi karta chiqarish uchun ariza beradi. Agar telefon raqami ham eski bo'lsa, tasdiqlash kodi kelmaydi, jarayon cho'ziladi. Mana shuning uchun men doim aytaman, karta muddati pensiya miqdoridan ham oldin tekshiriladi. Pul bor bo'lib, unga kira olmaslik eng yoqimsiz holat. Yana bir misol. Bir pensioner ishlashni davom ettiryapti. U o'ylaydi, men ishlayapman, pensiyam ham tushyapti, hammasi joyida. Lekin ish staji, sug'urta badallari, mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat ma'lumotlari to'liq aks etmagan bo'lishi mumkin. Agar qayta hisoblash imkoniyati bo'lsa, odam ortiqcha pul olishi mumkin. Lekin hujjatlari tartibda bo'lmasa, bu imkoniyatdan foydalana olmaydi. Shuning uchun ishlayotgan pensionerlar alohida ehtiyot bo'lishi kerak. Ish joyidan ma'lumotnoma, mehnat faoliyati bo'yicha elektron yozuvlar, ish haqi haqidagi ma'lumotlar to'g'ri ko'rsatilganmi, tekshirib qo'yish lozim. Kimlar ko'proq xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda, yosh katta bo'lib, bank ilovasidan foydalanmaydiganlar. Ikkinchidan, pensiyasi boshqa odamning kartasi orqali boshqaradiganlar. Uchinchidan, hujjatlari eski namunada bo'lgan yoki ID kartaga o'tmaganlar. To'rtinchidan, qishloq joylarda yashab, bank filialiga borish qiyin bo'lganlar. Beshinchidan, doimiy dori xarajati bor pensionerlar. Chunki pensiyadagi har qanday kechikish dorini vaqtida ola olmaslik olib kelishi mumkin. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning kartangiz muddati uzoq bo'lsa,
telefon raqamingiz bankka to'g'ri ulangan bo'lsa, pensiya har oy barqaror tushayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz yangilangan bo'lsa va siz bank ilovasidan to'lovlarni kuzata olsangiz, xavotir kamroq, lekin baribir tekshirish shart. Men hammasi joyida degan gapni faqat hujjat va hisob raqamini ko'rib chiqqandan keyin aytishni maslahat beraman. Endi narxlar masalasiga o'tamiz. 1 avgustga yaqin yoki undan keyin odamlar odatda bozorda o'zgarishni tez sezadi. Sababi yozning ikkinchi yarmida ayrim mahsulotlar arzonlashi mumkin, ayrimlari esa aksincha qimmatlashadi. Masalan, sabzavot va meva mavsumiga qarab arzonlashadi, lekin un, yog', shakar, go'sht, tuxum, sut mahsulotlari, dori-darmon, transport va xizmatlar boshqa omillarga bog'liq. Yoqilg'i narxi, logistika, import xarajatlari, valyuta kursi, ombor xarajatlari, elektr va gaz tariflari narxlarga ta'sir qiladi. Oddiy oilaviy budjet misolini olaylik. 4 kishilik oila oyiga oziq-ovqatga 3 million so'm sarflaydi. Agar asosiy mahsulotlar o'rtacha tekis foizga oshsa, bu oilaning xarajati 2-4 ming so'mga ko'payadi. Bir qarashda bu juda katta ko'rinmasligi mumkin. Lekin ustiga kommunal to'lov 7 mingga, transport tegi mingga, maktab yoki bog'cha xarajatlari 7 mingga oshsa, oy oxirida bexid 6 ming so'mlik qo'shimcha bosim paydo bo'ladi. Mana real hayotdagi muammo shu. Narxlar bitta joyda emas. Bir nechta yo'nalishda sekin-sekin oshadi. Pensiya oladigan kishi uchun esa bu yanada sezilarli. Masalan, odam 1 million 500 ming so'm pensiya oladi. Uning dori xarajati 400 ming, oziq-ovqat 800 ming, kommunal 200 ming. Yo'l va boshqa xarajatlar 10 ming bo'lsa, deyarli hamma pul ketadi. Agar dorilar 25% ga oshsa, oziq-ovqat 10% ga oshsa, bu odam qo'shimcha 1 ming so'm topishi kerak bo'ladi. Shuning uchun pensiya oshishi haqidagi xabarni eshitganda ham men doim so'rayman, narxlar bilan solishtirdingizmi? Chunki haqiqiy natija faqat shu yerda bilinadi. Narxlar oshishidan qo'rqib, hamma narsani oldindan ko'p miqdorda sotib olish ham to'g'ri emas. Masalan, un, yog', shakar, guruch kabi uzoq saqlanadigan mahsulotlardan oilaning imkoniyatiga qarab 1-2 oylik zaxira qilish mumkin. Lekin tez buziladigan mahsulotlarni ko'p olish zarar. Dorilar bo'yicha ham shifokor maslahatini olmasdan katta zaxira qilish xavfli. Chunki yaroqlilik muddati tugashi yoki dori rejimi o'zgarishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l oilaviy xarajatlar ro'yxatini tuzish, eng zarur xarajatlarni ajratish, narxi ko'proq o'zgaradigan mahsulotlarni kuzatish. Endi kartalar haqida gaplashamiz. Hozir ko'pchilik karta ishlayapti-ku deb xotirjam yuradi. Lekin karta bilan bog'liq muammolar odatda kerak paytda chiqadi. Karta muddati tugaydi, PIN kod esdan chiqadi, telefon raqami o'zgargan bo'ladi. Bank ilovasiga kira olmaydi, SMS xabar kelmaydi, karta bloklanadi. Bankomat pulni ushlab qoladi yoki firibgarlar qo'ng'iroq qilib ma'lumot so'raydi. 1 avgust 2026 ga tayyorgarlik doirasida men har bir odamga 3 ta narsani tekshirishni aytaman. Birinchisi, kartaning amal qilish muddati. Kartaning old tomonida oy va yil yoziladi. Agar u 07-26 bo'lsa, demak 2026 yil iyul oyi oxirigacha amal qiladi. 26 bo'lsa, avgust oxirigacha. Lekin amaliyotda men iyul yoki avgustni kutmasdan kamida bir oy oldin bankka murojaat qilishni maslahat beraman. Ikkinchisi, karta bog'langan telefon raqami. Ko'pchilik eski raqamni ishlatmay qo'yadi, lekin bankda o'sha raqam qoladi. Keyin ilovaga kirish, to'lovni tasdiqlash. Yangi qurilmada ro'yxatdan o'tish imkonsiz bo'lib qoladi. Agar raqamingiz o'zgargan bo'lsa, bankka pasport yoki ID karta bilan boring va raqamni yangilang. Bu oddiy ish, lekin vaqtida qilinmasa katta muammo. Uchinchisi, karta xavfsizligi. Hech qachon karta raqamini, amal qilish muddatini, CVV kodini, SMS kod, PIN kodini telefonda aytmang. Bank xodimi hech qachon sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimning kartangiz bloklanadi, pensiyangiz to'xtaydi. Yangi to'lov olish uchun kod ayting desa, bu firibgarlik bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Ayniqsa yoshi katta odamlar bunga ishonib qolishi mumkin. Shuning uchun oilada farzandlar ota-onasiga, nevaralar bobo-buvisiga bu qoidani tushuntirishi shart. Bir real holatni tasavvur qiling. Pensioner otaxonga qo'ng'iroq qilishadi. Sizga qo'shimcha pensiya hisoblandi, kartangizga o'tkazish uchun SMS kodini ayting deyshadi. Otaxon quvonib kodni aytadi. Bir necha daqiqadan keyin kartadagi pul yechib olinadi. Keyin bankka boradi, arza yozadi, lekin pulni qaytarish oson bo'lmaydi. Sababi u kodni o'zi bergan bo'ladi. Shuning uchun men juda qat'iy aytaman. SMS kod bu sizning elektron imzoingizga o'xshaydi.
uni bergan odam eshik kalitini begona odamga bergandek bo'ladi. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, pensiya yoki nafaqa miqdori oshsa, ayrim to'lovlar avtomatik qayta hisoblanishi mumkin. Ayrimlari uchun esa murojaat kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun hammasi o'zi bo'ladi deb o'tirmang. Agar sizning ish stajingiz, nogironlik guruhi, o'quvchisini yo'qotganlik holati, qaramog'ingizdagi shaxslar soni, mehnat faoliyatingiz bo'yicha o'zgarish bo'lsa, mas'ul tashkilotga murojaat qilib, ma'lumotlarni aniqlashtirish kerak. Ikkinchi nozik jihat, bank kartasi boshqa odam nomida bo'lishi. Ba'zan pensionerning puli farzandining kartasiga tushmaydi. Lekin farzandi uning kartasini ushlab yuradi. Bu oilaviy ishonch masalasi bo'lishi mumkin, lekin huquqiy va amaliy jihatdan xavfli. Karta egasi pensioner bo'lsa, kartani boshqarish ham uning roziligi bilan xavfsiz tartibda bo'lishi kerak. Agar karta yo'qolsa yoki pul yechilsa, keyin kim javob beradi degan savol chiqadi. Uchinchi nozik jihat, naqd pulga haddan tashqari bog'lanib qolish. Ba'zi odamlar kartaga pul tushishi bilan hammasini yechib oladi. Bu bir tomondan tushunarli. Chunki odam qo'lida pul bo'lishini xohlaydi. Lekin katta miqdorda naqd pulni uyda saqlash ham xavfli. O'g'irlik, yo'qotish, yong'in, qarindoshlar orasida kelishmovchilik bo'lishi mumkin. Men maslahat beraman. Zarur miqdordagi naqd pulni qoldiring. Qolgani kartada yoki ishonchli bank hisobida saqlang. Lekin kartani himoya qilish qoidalariga rioya qiling. To'rtinchi nozik jihat, komissiyalar. Ba'zi bankomatlardan pul yechishda komissiya bo'lishi mumkin. Boshqa bank kartasidan boshqa bankomatida yechsangiz, qo'shimcha to'lov chiqishi mumkin. 20 million so'm yechib, 1% komissiya to'lasangiz 10 ming so'm ketadi. Bir oyda 5-6 marta shunday qilsangiz 2-6 ming so'm. Bu pul ko'pchilik uchun bir kunlik oziq-ovqat xarajati. Shuning uchun qaysi bankomatdan yechayotganingizni, komissiya bor yo'qligini oldindan biling. 5-nozik jihat, ilovalar va avtomatik to'lovlar. Kommunal to'lov, internet, kredit, muddatli to'lov kartadan avtomatik yechiladigan bo'lsa, pensiya tushgan kuni pul darhol ketib qolishi mumkin. Odam esa puling kamayibdi deb hayron bo'ladi. Aslida avtomatik to'lovlar ishlagan bo'ladi. Shuning uchun bank ilovasida avtomatik to'lovlarni tekshiring. Qaysi xizmatga ulangan? Qachon yechiladi? Qancha yechiladi? Hammasini yozib qo'ying. Endi eng muhim qism, siz bugundan boshlab nima qilishingiz kerak? Men buni aniq qadamlar bilan aytaman. Birinchi qadam, hujjatlarni tekshiring. Pasport yoki ID karta amal qilish muddatini ko'ring. Agar hujjat muddati yaqinlashgan bo'lsa, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Pensionerlar uchun hujjatdagi ism, familiya, tug'ilgan sana, manzil ma'lumotlari pensiya hujjatlaridagi ma'lumot bilan mos bo'lishi kerak. Ikkinchi qadam, bank kartasini tekshiring. Kartaning amal qilish muddatini ko'ring. Agar 2026 yil iyul, avgust yoki sentyabr oylarida tugasa, bankka oldindan boring. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport oling. Agar karta pensiya kartasi bo'lsa, bank xodimiga pensiya tushadigan karta ekanini ayting. Yangi karta chiqarilganda eski kartadagi pul va hisob raqami masalasini aniqlashtiring. Uchinchi qadam, telefon raqamini yangilang. Bankka bog'langan raqam siz ishlatayotgan raqamni tekshiring. Agar raqam boshqa odam nomida bo'lsa yoki eski SIM karta bo'lsa, xavfsizlik uchun uni tartibga keltiring. Telefon yo'qolsa, bank ilovasiga begona odam kira olmaslik uchun ekran paroli, ilova paroli va biometrik himoyani yoqing. To'rtinchi qadam, pensiya ma'lumotlarini aniqlashtiring. Pensiya jamg'armasi bo'limiga davlat xizmatlari markaziga yoki tegishli elektron xizmatlar orqali murojaat qilib, pensiyangiz turi, miqdori, hisoblanish asoslari, ish staji bo'yicha ma'lumotlaringizni tekshiring. Agar sizda eski mehnat daftarchasi bo'lsa, uning nusxasini tayyorlab qo'ying. Ish joylaridan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Har bir hujjatdan nusxa oling, alohida papkada saqlang. 5-qadam, oilaviy budjet yozing. Bir oy ichida nimalarga qancha pul ketishini qog'ozga yozing. Oziq-ovqat, dori, kommunal, transport, telefon, internet, kredit, kiyim-kechak, bolalar xarajati. Keyin ularni 3 guruhga bo'ling. Majburiy, kamaytirsa bo'ladigan, vaqtincha to'xtatsa bo'ladigan. Masalan, dori va kommunal majburiy. Qimmat shirinliklar, keraksiz obunalar, ortiqcha taksi xarajatlari kamaytirsa bo'ladigan guruhga kiradi. 6-qadam. Zaxira reja qiling. Har bir oilada kamida 7-10 kunlik zarur oziq-ovqat zaxirasi bo'lishi foydali. Bu vahima uchun emas, barqarorlik uchun.
guruh, makaron, yog', choy, shakar, konservalangan mahsulotlar, gigiyena vositalari kabi narsalarni me'yorida saqlash mumkin. Pensionerlar esa eng zarur dorilarini yaroqlilik muddatiga qarab oldindan rejalashtirish kerak. 7-qadam firibgarlikdan himoyalaning. Uyda katta yoshdagilar bo'lsa, ularga bitta oddiy qoida yozib qo'ying. SMS kodini hech kimga aytmayman. Karta kodini hech kimga bermayman. Shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, darhol farzandimga yoki bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qilaman. Bu yozuvni telefon yoniga yoki ko'rinadigan joyga qo'yish ham foydali. 8-qadam qarz va kreditlarni tekshiring. Agar kartangizdan kredit to'lovi yechilsa, to'lov sanasini pensiya tushadigan kun bilan solishtiring. Ba'zan pensiya kechiksa, kredit to'lov vaqtida o'tmay qoladi va jarima hisoblanadi. Bank bilan oldindan gaplashib, to'lov sanasini qulay kunga o'tkazish mumkinmi so'rang. 9-qadam rasmiy manbalarni kuzating. Har qanday xabarni Telegramdagi noma'lum kanal yoki begona odam gapiga qarab qabul qilmang. Pensiya, bank, tarif, narx, ijtimoiy to'lovlar bo'yicha rasmiy tashkilotlar e'lonlarini tekshiring. Agar xabarda tezda kod yuboring. Faqat bugun pul olasiz, havolaga kiring degan gap bo'lsa ehtiyot bo'ling. 10-qadam oilaviy maslahat qiling. Bu juda muhim. Farzandlar ota-onasining kartasi, pensiya hujjatlari, dorilari, to'lovlari haqida bilishi kerak. Lekin bu nazorat qilish yoki pulini olib qo'yish degani emas. Bu yordam berish degani. Har oy bir marta 20 daqiqa vaqt ajratib, karta ishlayaptimi, pensiya tushdimi, dori yetarlimi, qarz yo'qmi deb tekshirish katta muammolarning oldini oladi. Demak, 1 avgust 2026 ga tayyorgarlik deganda men 3 ta narsani nazarda tutyapman. Pensiya va hujjatlarni tartibga keltirish. Narxlar o'zgarishiga qarshi oilaviy budjetni oldindan rejalashtirish, bank kartalari va telefon orqali to'lovlarni xavfsiz holatga keltirish, eng katta xato kutish. Eng to'g'ri yo'l esa oldindan tekshirish. Agar siz pensioner bo'lsangiz, kartangiz muddatini bugun ko'ring. Agar ota-onangiz pensiya olsa, ularga qo'ng'iroq qilib, kartasi, telefon raqami va hujjatlarini so'rang. Agar oilangizda xarajatlar oshayotgan bo'lsa, bir oy davomida hamma xarajatni yozib boring. Shunda siz qayerdan pul chiqib ketayotganini aniq ko'rasiz. Men sizlardan so'rayman, sizningcha avgustdan keyin eng ko'p qaysi masala odamlarni qiynaydi? Pensiyami, narxlarmi yoki bank kartalarimi? Fikringizni izohlarda yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida berilgan maslahat kimningdir pensiyasini, kartasini va oilaviy budjetini saqlab qolishi mumkin.